Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni ham biz joyiga olib kelib ustanovka qilib bo'ldik. Bu darvozamiz Farg'ona viloyati Beshariq tumaniga olib kelib o'rnatildi. Beshariq yuqori Zarqaynar qishlog'ida ekan. Juda chiroyli holda o'rnadi darvozamiz. Darvozamiz haqida, materiallari haqida ma'lumot berib o'tsak, eniga 3 metr, bo'yiga 3,40 razmerga o'rnadi bu darvozamiz. 9,200,000 so'mga ofis summasi olib kelib o'rnatildi. Darvozamiz materiallari haqida ma'lumot bersak, stoykalari kurgovoy shvillar bo'ldi, 10 ga 5 shvillar. Profillar 6 ga 4, 1,7 stenada bo'ldi, listlar 2lik listda bo'ldi. Darvozamiz juda chiroyli holda o'rnadi. Tepasiga navesi bilan qo'yildi. Navesi ham juda chiroyli holda. Naves tepasi Lexan bo'ldi. Navesimiz oldiga 1,30, eniga 3,60 bo'ldi. Bu navesimiz 1 kvadrati 700,000 so'mdan, Lexanli holati, profnastil holati bo'lsa 500,000 so'mgacha qilinyapti. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, darvozamiz orqa holatlari, orqalari ham tekis, juda chiroyli holda o'rnadi. Tepalari lazer deyilganda, darvozaxonasi hali yorug' bo'ladi, yorug' tushadi deyilgan holda lazer qilib berildi. Zamoklar har doim o'rnatilgan. O'sha zubur zamok yaxshi xizmat qilib kelayotgan. O'rtalariga nikel qilib, nejvinka qilib ruchka qo'yildi. O'ziga xos juda chiroyli holda tushdi. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka bor. Hurmatli aka-ukalar, doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham o'rnatish, kraska sepish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.